әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз. Assalamu alaikum qadrlik radio tыңшылар. Dostluq programmасы бойынша берілген ұйғырша аңлатышымызды башлаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Имерjan қызы. Якында Алматыдагы Алатау мәдәният үйдә ярқын эстрада юлтызы атаклы композитор һәм нақшчы мәрхүм Мурат Насыров намытки 7-нче халыкара конкурс тонылган сәнәткар Полат Хизимовның тәшәббүсе вә уйыштырышы белән һәм Җанан хәйрхаһлык аялла фондының колышы белән үтте. Конкурста 20дән ошык яш сәнәткар үз һөнәрен күрсәтте. Уларның арасында Казакстанлык катнашкучылардан башка Норвегиядан, Төркиядән, Кыргызстандан вә Үзбекстандан килгән яш нақшчылар иштирак кылды. Мәзкур сәнәт көргінің қазыла топы тәркибидә Қазақстанның хезмәт күрсәткән әрбаблары Ялкынҗан Шамиев, Фәрхат Даутов, көрнәклек сәнәткар Гөлбахар Әхмәдиева, продюсер Гульвира Илахунова Яри, тонылган нақшчылар Яр Мөхәммәд Калашев, Ринат Баситовлар булды. Без арлыктагы фурсатны пайдаланып, Курмет орденының сахибы Гөлбахар Әхмәдиеваны микрофонга тәклиф кылдык. Мен Мурат Насыровның нақшларын бәк яхшы көріп тыңшаттым бұрындан. Телевизорларда көрсем, ашы Москвада біздің ұйғыр жігітіміз баштап нақшы кетіп, әді шыққанда бәк мәғрұлынады. Бірінші танышқаным ұйғыр районының 70 жылығын өткізгенде, Чойыншыда стадионда біз яшылық ансамблімен бағанда, шәйгі Мурат Насыров келген, Дилназ келген, шу Дилназ маны менің кичік апам беп тоныштығанбыз. Бәк құшқой, шүнчілік емді кичік бейел, көңілі дәрия бір балке. Бір сөзләшкен бұл тайлығы бұқты. Ең қызық нәрсі болғаны, елігі бір клипі барды, я это ты это я деген. Шәді бір елігі ақырды есіңіз болса, бір жігіт білен бір қыз бұчыршып. Ашы қызыны маңы ұқштаттаймыз жоқ. Сіз вайын қалды, ашысыз ма, клипті түшкенсіз ма деп сұрады. Кейін Дилназ менің кичік апам маштақ клипімді қызы әміз оқыштып маштақ деді. Да, действительно похоже. Білген болсам лучше сізді лучше өткеді. Шу вақты түсілішіп, чақ-чақ қылып, аштақ тоғышқан. Талантлық әдемдәге вақыт яман аят вақты қысқы берілерін екен таңы түшенмедім. Бірақта өзінің ізіне қалдырып кеткен жігітлеріміздің бірісі. Мошкемліче Россияның сәхілерді өзініңке сәнетін торыштырып, өзінің милетінің торышып, ешқачан өзінің милетінің ішке түзек орынғы қоймай, қаяды болса мен ойорын деп рабабыны көтіріп жүгінге бешімді еге. Бұл меніңше ашық дадасы бен апысының тәрбиясы деп ойлаймын. Продюсер Гульвира Илахунова Яримо Мурат Насыров хақыда өз әслемелері белән бөлішті. Да, мы были лично знакомы с ним. Biz Мурат белән якын аралаштык. Ул гастроль белән Алматыга килгәндә, мен, Мурат ва Дилназ üçimiz учрашаттык. Билле чакчак кылышып күлешәттек. Ул чакчак кылышны, сүрәткә тартышны яхшы күрәтте. Өзі бәк кәмтар инсан иде. Оның муамилә кылышта мустақил дәүләтле һәм достлыгы миқясыдагы чолпан икәнлеге беленмәде. Мурат өзini адди уйгыр баласы дәрәҗәсендә тутатты. У өзінің уйгыр икәнлегене һеч качан yoshurmadi. Aksincha, cho'ng faxrlanish ilkida yetib turadi. Buning dalili Muratning Uyg'ur naqshlar albomi. O'ylaymanki, u yana qanchalik yangi isil naqshlarni yaratadi. Murat nahayat aqko'ngil inson edi. Meningcha bu san'at ko'rigi har qachon muzika mayrimi, yangi ismlarning ichilishi. Qandaqdir bir masalaga munosabatlik to'xtab qolgan 2 yilni hisobga olmasak, men bu konkursga Qazlar to'pi tarkibida qatnashyapman. Fursatni foydalanib, har qandaq moddiy va boshqa qiyinchiliklar qarmasdan mushu konkursni uyushtirayotgan Polat aka Hizimovga teşekkür etmoqchiman. Polat aka barliq qiyinchiliklarni yengib, konkursni o'tkazish uchun yo'llarni topdi. Shundaqla shaxsan o'zi yosh talantlar bilan ishlab, ularni sahnaga chiqardi. Shuning uchun uningga ko'p rahmat aytaman. Ему большое спасибо и низкий поклон, конечно.
Shunda qilib konkursantlar har xil janrlardagi, ya'ni xalq, estradalik, Uyg'ur, qozoq, rus va boshqa tillarda naqshlarni ijro qildi. Andin konkursning mehmonlari sifatida qatnashgan Rasul Qurbonov, Ablikim Tursunov, Adil Qari, Ramiljon Nuraxunov, Bahara, shundaqla qirg'izistonlik Sabirjon Niyazov bilan Sabina Abdullayeva, O'zbekistonlik Ümitchan Karimov kabi naqshchilar tomoshabinlar uchun bir turkum naqshlar bilan arambaxsh damlarni hadiya qildi. Shundaq qilib, Adil qazilar tarafidan chiqarilgan yakun bo'yicha 3-o'rinni Almutliq yosh naqshchi Arafat Abduraim egilsa, Malivay jutidan kelgan Shamil Sherib 2-o'ringa erishdi. Endi 1-o'rin bo'lsa, Yarkatdan kelgan Suhrab Niyazovga buyurdi. Baş mukofot Grand Prix'ni Türkiyalik yosh talant egisi Nuru Bashar O'g'uzoğlu yengib oldi. Biz g'oliblarni suhbatga tortdik. Assalamu alaykum. Mening ismim Nurul Basar O'g'uzoğlu. Turkiyaning İstanbul shahridan bu musobaqa qatnashyapman. Murat Nasirov musobaqasi qatnashish bizning uchun eng muhim bir musobaqa biz deb o'ylayman. Chunki bu yerda ham qozoq qarindoshlarimiz ham Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan barabar bu yerda jam bo'lish intoyinlik ma'nilik. Uning uchun bugunda bu musobaqadan birinchi bo'lib o'tib chiqishdim. Bexoshalman. Ko'p rahmat. Qo'llig'inglar uchun, so'ygunlarni ko'rsatganinglar uchun. O'zingizni tanishtirasiz. O'zingiz qayerda tug'ildingiz? Men Urumchida tug'ildim. 9 yoshimda dadamla opam oilam bilan birga İstanbulga chiqdik. Shu vaqtdan 93dan boshlab turib, ashada yashab cho'ng bo'ldim. Ammo kulturimizni, naqshimizni, usulimizni qat'iy unutib qolmadik, tilimizni qat'iy unutib qolmadik. Biz har zaman Uyg'ur, nad yazsaq bo'lsin. Siz kasbiy naqshchimi yoki boshqa kasbiysiz? I'm a business woman. Naqshini esa hobi bo'lib, ko'nglim, ruhim yaxshi ko'rgani uchun, bolalarga o'qish puli tepish uchun, yardım ehtiyoji bo'lgan insonlarga konsertlardan chiqqan puldan ularga yardım etish uchun yardım konsertlari beramiz Turkiyada. Mening shirkatimda bizning mushtaq muhim yerlarda ishlayotgan müdür bo'lib ishlagan insonlar o'zlari naqsh aytdi, saz chaladi, dumbura chaldi, bular degan konsert berdi. Bu konsert yardım konsertlari. Biz professional naqshchi emas, lekin ruhimizda san'at bor. O san'atni biz insonlarga yardım qilishni ishlatamiz. Siz ailangiz bormi? To'y qilmadim, ailam bilan yashayman. To'y qildingizmi? To'g'ri. Sizga qutlayman. Ko'p rahmat. Sizler Қазақ радиосынан Uyghur tilindегі dostluk xabarını tыңдап отырсыздар. Konkurs g'oliblari homiylar tarafidan diplom va aqchilik mukofotlar bilan taqdirlandi. Qozog'istonning xizmat ko'rsatgan arbobi ko'rnaklik rassom Ahmedjon Ahad Norvegiyadan kelgan yosh naqshchi Mo'minjon Rahmonga Layli Majnun grafika asarini taqdim qilsa, milliy madaniyatimizning jonkuyari Go'zal Xizmatova Yarkantlik homiy Omaq Zakirovaning nomidan yosh naqshchi Arafat Abduraimga kasbiy mikrofon sovg'a qildi. So'zni o'ytini norvegiyalik mehmon Mo'minjon Rahmonga beraylik. İsmim Mo'minjon Rahmon ajan. Norvegiyadan ishlayman. Konsertga shunday qo'shilib qilib qatnashimni aytib, go'zal aytchiroq bo'ldi. Uyg'urlar bilan yig'ilishib, go'zal Qozog'istonda chiroyli o'tdi bu hayot. Yana bir qitim kelishga intizorlik bo'laman. Bir şey yashayotgan Uyg'urlarga rahmat aytaman. Bundan keyin tixim ilgilab, tixim yaxshi bo'lish naqshlarni dunyoga tunusqisi. Shaxta kasbiy emas, naqsh etib to'ylardan chiqmoqchi bo'lamiz hamda. Siz kasbingiz bo'yicha kim? Men shofir ishlayman. Onun üstü Norvegiyaning teatrxonasida chiroq texnik bo'lib ishlayman yerda. Bizning u yerda Uyg'ur Yevropa ansamblida bir ansamblimiz bor. O ansamblda dabcha muzikant bo'lib ishlayman. Rahmat sizga. Bu kuni Egelik Cumhuriyetlik Ailevi jurnalının baş muharriri Aytenova Go'zal Xizmatovani jurnalistlarning hurmat iyesi medali bilan taqdirildi. Oxirida so'z navbatini olgan Adil Qazilar raisi, Qozog'istonning xizmat ko'rsatgan arbobi Yalqinjon Shamiyev va boshqalar konkursning tashabbuskori ham uyushtiruvchisi Po'lat Hezimovga minnatdorligini izhor qildi. Bizmi Po'lat akani mikrofonga taklif qildik. Her yılı dağlık naqshchimiz Rossiya cho'lponi Murat Nasirov qaytib bo'lgandan keyin onun tug'ilgan kuni 13 dekabr kuni biz her yılı shuni eslash kechasi ashuna naqshlarni aytish bir an'anaga aylanib biz kafelarda ashtaq bir kechalarni o'tkazib yurdik. Ondan keyin oxirgi vaqtlarda biz uni konkursga o'zgartirib mana bu yil 7-qitim uyushtirdik. Bu konkursning alohidaligi endi burun Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'istonda qatnashayotgan bo'lsa, bu yil mana Turkiya, Norvegiyada qatnashdi. Endi mush konkursimiz yoshlarning sahnaga chiqadigan mumkinchiligi yo'q. Shuning uchun mush konkursimiz bizga hozir kerak, hojat.
Muş konkurs arkalık nurgun bizden yaşlarımız ösüp çıkıp yetilatıdı. Ben oylayman ki bu konkurs gelecekte yana uyuşturuldu, devam kıldı yana. Şunun bilan qadrli radio ting'uvchi do'stlar, bugungi anglitishimizni tugatamiz. Anglitishni efirga tayyorlagan sound dizayner Axziyar Abduraimova, jurnalist Guljamal Emarjon qizi. Qozoq radiosi to'lqinlarida keyingi seshanba kuni yenib didarlashguncha omon bo'laylik. Sizler Қазақ радиосының Uyghur тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.